Assalomu alaykum barchaga. Quyidagi misollar yechimini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ikkita ketma-ket kelgan ichki karrali sonlar deyapti. N va endi i kubi plus i kubi 471. Endi m ni 3 ga desam, n'im 3 ga plus 3 ga teng, chunki 3 ga farq qilsin deyapti-da. 3 desak 6 bo'ladi. Endi joy-joyiga qo'ysak, i kubi i kubdan 3 ni chiqarsam k plus 1 k plus 1 i kubdan ham 3 ni chiqarsam bu joyda klar bir-biriga bog'lanib qolgan ekanda. Ikkita ketma-ket kelgan sonning i kubi 1 ga teng bo'ladi, mana bu. Demak, 3 ga ko'paytirsam 3 i kubi k bilan k plus 1 468 bo'ladi. 3 dersam, endi 468 3 ga bo'linadigan son. Ya'ni ikkita ketma-ket kelgan sonning ko'paytmasi 468 3 ga bo'lsa nimaga teng? 1 5 6 156 ga teng ekan. K ning joyiga 12 bersam qanoatlantiradimi? 12 kar 13. Demak, k 12 ga teng bo'lsa, m va n ning qiymatini toping degan. M ham teng bo'ladi 36 ga, n ham 39 ga teng. Ikkalasini qo'shsak 75 degan javob bo'ladi. C javobdan. 70. Xo'p, shu narsa berilgan. f'1 ni toping. Ikki tomondan masalan yozib olsak, xoslasak chiqib keladigan masala ekan. Xoslasin. Hosla oldik. Endi buni bu tarafga, bularni bu tarafga tashlayman. -x kadar so'zlashtirdim. f'1 ni x joyiga 1 ni qo'ysak, chiqdi misol. Mana. Bu D javobda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.